Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun biz Farg'ona Vadilda yana bitta obyektimizni bitirib bo'ldik. Standart asfalt jamoasi. Ko'rishlaring mumkin. Asfaltimiz Farg'onaning eng mayin asfaltidan bo'ladi. Saqichlari qanaqa deganlar uchun, saqichlari Rossiyani birinchi sortli bitim saqichlaridan tayyorlanadi bu asfaltimiz. Ko'rishlaring mumkin. Asfalt ustidan trambovka berasizlarmi deganlar uchun trambovka apparatlarimiz bor. Prosta hozir buni yoqib turib ishlatilsa, videoda shu ovozi yaxshi bormaganligi uchun o'sha videoni o'chirganimizdan keyin trambovka qilib beramiz. Ko'rishlaring mumkin. Xonadonimiz juda chiroyli holda bitkazib berdik. Bu obyektimiz 100 kvadrat bo'lib, 9 tonna asfaltimiz ketdi. 1 tonna asfaltimiz 11 kvadratga hisoblanadi. Bu yerimizga 1 kvadrat asfaltimizning narxi 65 ming so'mdan to'g'ri keldi. Ko'rishlaring mumkin. Juda ham chiroyli holda bitkazib berdik bu obyektimizni. Xo'p, 1 kvadrat asfaltga nimalar kiradi deganlar uchun, 65 ming so'm ichiga nimalar kiradi deganlar uchun, asfaltimiz, yo'l kirasi, 1 yillik kafolati. Kafolat nimaga berasizlar deganlar uchun, suv to'planib qolishiga yoki ko'chib ketishiga asfaltlari shunaqasiga 1 yil garantiya beramiz. 1 yil ichida o'sha bitta qishga bo'lib olgan asfalt 20 yil, 25 yil ham turaveradi. Shuning uchun 1 yil garantiyasini beramiz. Bir mashina zasvga olib bersa, zasvkasini o'zimiz uklonga olib, yayib berishimiz ham o'shaning ichida bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin. Vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Andijon, Namangan, Farg'ona bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Andijonga 65 mingdan 70 ming so'mgacha, kattaroq obyektlar bo'lsa 60 ming so'mdan ham qilib beramiz. 200 tepasida bo'lsa obyektingiz 60 mingdan ham joyini kelishib qolsa qilib beramiz. Farg'ona bo'ylab o'sha 60 mingdan 70 ming so'mgacha yana ozginalik kelishilgan joyi bor. Joyimiz tayyorligiga qarab turib, nimaga 2 xil bo'ladi deganlar uchun, biz 1 yil kafolat berganimiz uchun Farg'onaning eng sifatli asfalt zavodi bilan ishlaymiz. Yo'l kirasiga qo'shilib qoladi xolos. O'sha joyingiz uzoqroqda bo'lsa, o'sha 70 ming so'mdan bo'lib qoladi. Joyingiz yaqinroqda bo'lsa, o'sha 65 ming, 60 ming so'mdan to'g'ri keladi 1 kvadratda. Kattaroq obyektlar ham bosasizlarmi deganlar uchun, mahallalarga 1 tonna asfalt narxi 650 ming so'mdan 750 ming so'mgacha bo'ladi. Shunaqa chiroyli qilib bitkazib beramiz mahallalarni ham. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Farg'onaning eng mayin asfaltlari murojaat qilaverasizlar. Standart asfalt jamoasi ishingizni eng chiroyli holda bitkazib beramiz, inshaalloh.